Hammaga salom, xayrli kun. YouTube kuzatuvchilari, bugun 18-dekabr 2025-yil. Bugungi mavzuyimiz avtomashina sotib olish haqida bo'ladi. Avtomashina sotib olishda nimasi qiyin deyishlar mumkin. Hamma biladi. Bozorga boradi, mashina sotib oladi. To'g'ri. Men avtomashina sotib olishda o'zim boshimdan o'tgan kamchiliklarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Damas mashina sotib oldik. 70 million o'zimizga naqd pul hisobida 26.932 ming so'mi bank krediti asosida Hamkorbank kredit qilib berdi. Mashinani sotib olganingizdan keyin, mashina chiqqanidan so'ng e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi mana shunaqa old tomonida bokovoy tepasida yuklangan mana bunaqa temir bo'lar ekan. Latokchasi. Mana shuning ichida mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu joy, shu joyi klassiyasi boshqacha. Sizlarga ko'rinyaptimi? Bu yangi 136 km yurgan mashinada mana shunaqangi holat. Yangi salondan chiqqan mashina, shu yerga kosmetika qilib boshqacha rang tekkizib qo'yishgan. Bu yana bitta minus tomoni. Shunaqa joylarga ham ahamiyatli bo'lib qo'yasizlar. Bundan tashqari, yo bismillahirrohmanirrohim. Mashinamizni zavod bo'lishi qandaydir qiyin bo'lyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Patsosni tortamiz. Va kalitni qo'shamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Eshitilayotgan bo'lsa, ko'rdinglar, zavod o'mayapti. Mana spileni ham bosib turibman. Patsos tortilgan. No, lekin 1 2 3 zavod o'mayapti. Mana shu muammoni bilganlar, ya'ni Damazmini yurgan aka-ukalar bo'lsa, bu nimadan bo'ladi? Bu zavodskoy defektmi yoki Damaz va labolarni o'zini azaliy kasalligimi, kamchiligimi? Shuni komment yozib ketasizlar degan umiddaman. Ko'pchilikdan fikr so'rasam, aytdiki, bu Damaz avtomobillari karburatorli bo'ladi. Shu sababli sovuq kunlarda yurishida qiyinchiliklar yuzaga keladi deb aytdi. Lekin mana ko'rinayotgan bo'lsa 136 km yurgan, yuqorida ham ko'rdinglar, tashqi kuzov qismida kosmetika qilingan joyi bor. Salonda ko'zim tushmagan ekan, e'tibor bermagan ekanman. Mana shu joylariga ham e'tiborli bo'lib olasizlar degan umiddaman. Undan tashqari zavodda, salonda Uber'da mashinani tashqarida chang holatda turgan ekan. Karter bilan suv urganda mana shu joyda o'zim shu passajir tomonda o'tirdim. O'zimning pravam yo'q hali. Shunga minmadim. Ehtiyot shart. Shu tomonda o'tirdim. Moykada kelib yuvganda, shu yerdan napor bilan urganda suv shu eshigining tepasidan shu yerlardan suv ichiga o'tib ketdi. Bu defektmi, zavodskoy yoki barcha mashinalarda shunaqa bo'ladimi, Damazlarda, labolarda shunaqa suv o'tib ketdi deb aytsam, bu mana yaqin ursa Damazga deyapti. Bu rezinkalari nozik, hali bir-biriga tushmagan, yotmagan, shu sababli suv o'tadi deb aytdi. Ya'ni yaqin ursa, kartirda, yuqori bosimli suvda ursa o'tib ketar ekan. Ko'pchilik Damaz olgan, Damaz minadigan tanishlardan so'rab bilsam, bu suv o'tishi tabiiy holat. Suv o'tadi deb shunday dedi. Agar bilganlar bo'lsa, bunga ham komment yozib ketasizlar degan umiddaman. Yangi salondan Damaz olayotganlar mana shu joylarga ham e'tiborli bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Kimgadir manfaatli bo'lsa, bundan xursandman. Endi kredit masalasiga keladigan bo'lsak, bank krediti 70 million o'zimiz hisobdan to'ladik. Yuqorida ham aytib o'tdim. 26.932 ming so'mi bank krediti bo'ldi. Umumiy Damazning tan narxi 96.932 ming so'm ekan. Mana shundan
bank krediti olish uchun rasmiy daromadga ega bo'lsangiz, rasmiy ish joyingiz bo'lsa, kredit olishingiz oson bo'ladi. Agar rasmiy daromadga ega bo'lmasangiz, soliq idorasiga borib yoki o'zingiz my.gov.uz yoki soliq.uz platformalari orqali o'zingiz band qilgishingiz mumkin. Men soliq idorasiga borib o'zim band qilgizdim va Agrobankka borib 412 ming so'mlik ijtimoiy to'lovni to'ladim. Undan tashqari soliq idorasi xodimiga meni o'zimni band qilgizib berganligi uchun 30 ming so'm pul berdim. Bu ishni o'zingiz tushunsangiz, o'zingiz qilib olsangiz ham bo'ladi. Yuqorida aytib o'tgan platformalar orqali, my.gov.uz, soliq.uz platformalari orqali. Hop, shunaqa o'zim band qilgizdim. Endi yana bitta aytadigan ma'lumot sizlarga. O'zinglar band qilgizsanglar, litsenziya talab qilmaydigan yo'nalishlarda o'zingizni band qilgizing. Men o'zim band qilgizdim. Yengil avtomobil transportida, ya'ni yengil avtomobillarda yo'lovchi tashish qilib o'zim band qilgizibman. Buni kamchiligi yengil avtomobilda yo'lovchi tashish uchun litsenziya talab qilinar ekan. Litsenziya qilmasangiz, bu o'zingiz band qilgizganingiz kuyib ketar ekan. Yo'q, lekin bank kreditni o'tkazib beraverar ekan. Lekin o'zini band qilgizganlarga 1 yil staj yoziladi, bilsanglar, mana shu stajga kuydim. Ya'ni 412 ming so'mga kuydim. Chunki men o'zim band qilgizdim va litsenziya talab qilinadigan yo'nalishda o'zim band qilgizib qo'yganim uchun meni litsenziyam va o'zim band qilgizganim kuyib ketdi. Sizlar litsenziya talab qilmaydigan yo'nalishda o'zingiz band qilsangiz foyda bo'ladi sizga. 1 yilga staj yoningizga qoladi. 1 yil stajga ega bo'lasizlar. Hop, yana avtomobilni min raqami chiqqanida turmush qurgan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizni olib borasiz bankka, min raqamiga taqiq qo'yiladi. Ayolingiz ham men qarshi emasman, norozi emasman degan ma'noda qo'l qo'yib kelish kerak bo'ladi. Agar uylanmagan, oilasiz bo'lsangiz, sizning ishingiz yana ham osonroq o'tadi. O'zingiz borasiz, kredit olishingiz yana ham osonroq bo'ladi. Shartnomani 29-oktyabrda tuzgandik. Mashina 1 oy ichida kelish kerak edi, ya'ni 30-noyabrgacha kelish kerak edi. 25-noyabrda keldi. Min raqami chiqdi. Min raqamini olib bordik. Nimaga? Bankka. Bank 2 ga bo'lib 400 berdi. Ya'ni qancha pul to'lasangiz ham, masalan, boshlang'ich to'lov 30% qilasizmi, 40%mi, 50%mi, qancha to'lasangiz ham qolgan summasini bank 2 ga bo'lib to'lab berar ekan. Biznikini ham shu min raqami chiqqandan so'ng min raqamiga taqiq qo'ydi va 12.932 ming so'm bank avtosalonga 400 berdi. So'ng avtomashina chiqqanidan so'ng, ya'ni avtomashina avtosalonga kelganidan keyin avtosalonga borib shot faktura deydigan shunaqa olib kelib bankka bersanglar, bank qolgan summasini o'tkazib berar ekan. Ya'ni bizda qolgan summa 14 million edi, 14 million so'mni o'tkazib berdi. 10 kun ichida nomer olib olish kerak ekan. Men cho'zib yurmadim. Shunday mashinani olib kelgandan so'ng nomer oldik va sразу bankka borib bankka zalogga qo'yib keldik. Ya'ni mashinani garovga qo'yib keldik. Mashinani kuzov raqami, motor raqamlarini, mashinani holatini rasmga olib oldi. Shu bo'yicha endi 22-dekabrdan, shu kelayotgan 22-dekabrdan birinchi oylik to'lov boshlanadi. Oylik to'lovi 1.122 ming so'm. 1.122.166 so'm. Shunaqadan to'lov bo'lyapti. Undan tashqari aytib o'tish esimdan chiqibdi. O'zingiz band qilganingizdan so'ng sug'urtaga ham pul to'lashingiz kerak bo'lar ekan. Sug'urtaga mendan adashmasam 686 ming so'm to'lov bo'ldi. 125 ming nimagadir, yana 400 qancha ming yana nimagadir. Xullas umumiy hisobda sug'urta dedi 686 ming so'm bo'ldi. Hop. Mashinaga nomerda 4.800 ming so'mga oldik. Texpasport ro'yxatga olish, ya'ni оформление deydimi? Xullas shunaqa nomer olish xarajatlari 4.800 ming so'mga tushdi.
Bu kimlargadir videomiz manfaat keltirsa, bundan xursand bo'lamiz. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Mana shu avtomashinani, ya'ni Damas'ni zavod bo'lmashi nimadan bo'ladi va buni qanday qilib zavod qilsa bo'ladi. Men zavod qilyapman. O'zim zavod qilishim. Gazni mana shu o'chik holatda gaz pedalini 2-3 marta qattiq bosib olib turib, so'ng zavod qilsam, zavod bo'lyapti. Keyin qanchadir masofa yurib kelgandan keyin o'chirib qo'yaman. Keyin yana bitta zavod qilsam, bittada zavod bo'laveradi. Lekin uzoq vaqt turib qolsa, bir 5-6 soat, 10 soat turib qolsa, yurmasdan zavod bo'lishi qiyin bo'lyapti. Bu Damas'ni minusimi, ya'ni o'zini minusimi barcha mashinalarda, ya'ni barcha Damas'larda bo'ladimi yoki defekt, ya'ni aybi bormi? Bilganlar bo'lsa komment yozaverasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.